Ko'pchilik oqtiraka sistema bo'yicha qiziqadi, qidiradi, lekin topishga qiynaladi va bir xillarda topa olishmaydi. Patolog.uzda shunaqa svetilniklarimiz bor, полный komplektdaligini sizlarga bugun ko'rsatib o'tmoqchi edim. Qanaqa kommutatsiyalari bor deb savol bersanglar, 0 dan 100 gacha. Xohlasanglar наружный trek, xohlasanglar внутренний, ugullari, L konnektor, I konnektor, pushkalari, blok pitanlargacha, oppo svetilniklargacha oppo, hamma narsasi полный komplektda. Qanaqa svetilniklari bor? Xo'p, 60 santimetrli рассеивающий 20 wattli svetilnigi bor, 3 xil svetda yonadi. Bu degani limonniy, neytralniy, холодный. И pushkalari bor. Pushkalarning assortimenti juda ham katta, har xil wattda 30 watt, 20 watt, 15 watt va 10 watt. Bular ham hammasi 3 xil svetda yonadigan. Blok pitanlariga keladigan bo'lsak, 100 wattli bor, 200 wattli, 300 wattli. Xohlaganingizcha svetilnik qo'yib, blok pitaniyani moslab olishingiz mumkin. Kim shunaqa oq svetilniklar qiziqtirayotgan bo'lsa, interyerga qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Jomiy bozordan kelib olib ketishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qolishingiz esdan chiqmasin. Bizda har doim yangi va qiziqarli narsalar faqat sizlar uchun.